Assalomu alaykum. Bugun O'zbekistonliklarning kreditlari haqida gaplashamiz. Markaziy bank bergan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston aholisining banklardan olgan kreditlari 1 yilda 39,5 trillion so'mga, oddiyroq qilib aytganda 20% ga ko'payibdi. Yana bir qiziq holat shuki, aholining qarzi korxonalarga qaraganda tezroq o'smoqda. Garchi oddiy fuqarolar korxonalar kabi katta qarz olmasalarda. 2026-yil 1-iyul holatiga ko'ra banklardagi jami kreditlar qoldig'i 642,8 trillion so'mni tashkil etmoqda. Shundan e'tibor qiling, 235,9 trillion so'mi aholi tomonidan olingan. Yuqorida ta'kidlaganimdek, 1 yil ilgari mazkur ko'rsatkich 196,9 trillion so'm bo'lib, qarzning yillik miqdori 39,5 trillion so'mga ko'paygan. Aslini olganda kredit o'sishi tabiiy jarayon hisoblanadi, ammo muammoli kreditlarning o'sishi banklar uchun muammo. O'zbekiston banklari hozir xuddi shu jarayonda turibdi. E'tibor qiling, yarim yil davomida kredit portfeli 604 trillion so'mdan 643 trillion so'mga oshdi, ya'ni 6,4% ga. Muammoli kreditlar bo'lsa 27% ga o'sgan. Muvozanat qanchalik buzilganini o'zingiz menimcha tushundingiz. Bu albatta fuqarolarning kredit olib, uni to'lay olmayotgani bilan bog'lanadi. Chunki kredit olayotganlar qancha ko'p bo'lsa, to'lay olmayotganlar undan ham ko'p. Rostmanasiga, O'zbekistonda kreditini to'lay olmayotganlar juda ko'p. Mana masalan, sizning kreditingiz yo'qmi yoki atrofingizdagilarda? Xo'sh, siz qiynalmasdan kreditingizni vaqtida to'lay olyapsizmi? Izohlarda shu haqida yozib keting. Bundan bir necha kun oldin Markaziy bank qiziq bir so'rovnoma natijalarini e'lon qilgan edi. So'rovda 5800 nafar aholi qarz yuki bo'yicha turli savollarga javob berishgan. Respondentlarning 77% o'zi yoki oila a'zolarida qarz majburiyati borligini bildirgan. 61% esa to'lovni o'z vaqtida amalga oshirishga qiynalayotganini bildirgan. 47% respondentning kredit to'lovi oila daromadining yarmidan ko'p ekan. Ya'ni oila daromadi bir oyda 10 million so'm bo'lsa, ularning kredit to'lovi 5 milliondan ko'p. Va yana bir eng ajablanarlisi, kreditni to'lash uchun yana kredit olganlar 8% ni tashkil etgan. Respondentlarning 27% da qarzni to'liq yopish uchun 5 yildan ko'proq vaqt qolgan, agar shu muddat ichida ular yana kredit olishmasa. So'rovnomada qatnashgan 5800 nafar respondentning 15% yaqin 6 oy ichida yana qo'shimcha qarz olishga ehtiyoji borligini ma'lum qilgan. Ko'ryapsizki, raqamlar juda jiddiy. Bugungi kredit olish oson bo'lib qolgan zamonda moliyaviy savodxonlik har doimgidan-da muhim. Shunday ekan, qarz olayotganingizda albatta to'lov qobiliyatingizni inobatga oling. Bizda hozircha shular, yoshlar ovozini kuzatishda davom eting.